Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, yaqinlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa Lacetti'lardan videoroligimizni boshladik. Bu yoqqa like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni, kommentariyalarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Ko'rib turganlaridek, hafta kuniga yakshanba Andijon mashina bozoridamiz. Nechinchi yildaysiz aka buni? 2010. Oqidan. Diskalar o'ziniki, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. 1.8 ABS konseyner gidravlikalari bor, mashinaning holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Bu agalar o'tib ketadi shekilli. Probegini qancha dedingiz aka? 260 o'ziniki. Ikkinchi paytsa 260 ming yurgan. Salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bittadami? Qolgan joyi-chi? Xullas akalar sapachoylarida kraskachalari bor ekan. Salon holatlarini ham o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi ekan. Metanlari bor. Zapaskilari ham bor ekan. Pollarni javob chiqara olmadik. Xo'p. 260 ming akalar yaxshi probeglar ekan. Kraskalari ham uncha ko'p emas ekan. Aka buni olib rasxod qiladigan joylari yo'q-a? Motor, korobka, hadovoy hamma yo'q, yaxshi. Narxini yengilroq aytaylik aka buni. 5000 dan beramiz. 5000 kami bor. Variant, nasiyalar bormi yo naqmi? Faqat naq pul sotilar ekan akalar. Kimga yoqsa aloqaga chiqamiz. Telefon raqamlaringiz? 93lik 93lik 413 413 1477. 1477 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi aka? Sir bo'lmasa, naq pul so'ragan. 4.5 ga naqqa bermadingiz, qo'shsa kelishiladi. Qo'shsa kelishamiz. Gap yo'q, telefon qila olamiz akalar. Holatlarini ko'rdinglar. 5.5 million. 2010-yilda ishlab chiqarilgan 312 ming kilometr yurgan akalar. Ko'ringlarchi, 2.5 ming pullar bo'lsa ham kelishlar ekan. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. 1.8 motor, ABS konseyner gidravlika, mashinaning holatlari yaxshi. Motor asfaltlari yo'qmi aka? Motor garobka hadovoylar yaxshi. Balonlari ham yaxshi, diskalar o'zini zavodskiy holatda. Salonlarni aytadigan bo'lsak, ikkinchi paytsa 312 ming yurdi deysiz. 312 ming kilometr yurgan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Metanlari bor, mana tayyor. Qol qismlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holati yaxshi mashinani. Kraskalar qanaqa aka? Bitta kilo xolos. Qolgan joyi toza. Sapachoylardan ham bordir endi. Yo'q, o'xshadimi? Puli-chi aka buni puli? Puli qancha puli? 5.5 kami bor. Variant bormi, naqmi? Variantdan libochasiga kelishamiz. 2.5 puli bo'lsa aloqaga chiqing. O'zaro nasiya qilib beraveramiz. Gap yo'q. Telefon nomeri qaysi? Mashimi? 91. Yo'q, yana berdi. 91lik 619 18 36 ga telefon qila olamiz. Mana Lacetti ishqibozlari bo'lsa, hech puli bermaysiz endi bozor sir bo'lmasa. To'g'risi, endi anaqa oldi-yu, hali savdo bo'lmadi. Ertaman turibmiz akalar, hali savdosi bo'lmadi. Navbatdagisi do'stlar 2009-yilda ishlab chiqarilgani. Holatlarni ko'ringlarchi, puli arzonidan deyilyapti. Qanaqa arzon ekan oxirida bilamiz akalar. 1.8 ABS konseyner gidravlika, motor asfalt bormi yo'qmi? Motor, korobka, hadovoylari yaxshi. Konditsionerlarigacha ishlaydi. Balonlari o'rtacha, diskalari zavodskiy. Xo'p, salon holatlarini ham mana qilib chiroyli qilib aranjiy qilib qo'yilgan ekan. Avtomat korobka, lukligina. Probeg qancha bo'ldi aka? Probegi 491 ming. 491 ming kilometr yurgan avtomat korobkada akalar, gap yo'q lekin. Orqalarida qopqog'ini ochib qo'yish kerak, mashinachi suv tushib ketadi. Qopqoq ochiladi-yu. Xo'p, kraskalar bordir endi. Kraskasi shopir tomonda bir tomon. Shopir tomon bir tomonda kraskasi bor. Stoykalariga o'tmaganmi? Stoykalariga o'tmagan. Puli qancha? Puli 4000 deyapmiz kami. 4000 kami bor. Variant, nasiyalar bormi yo naqmi? Barter bor. Barterlar bor ekan akalar. 4000 kami ham bor ekan. Pashti matist puliga akalar Lacetti. Yili necha deysiz? 9 deysiz buni? 9 akalar. Yaxshi, varianti yo'qmi? Varianti yo'q. Xo'p, bo'ladi. Nomerlarchi? 90lik 90lik 311 211 49 44 raqamlariga telefon qila olamiz akalar. Mashina holatini ko'rdinglar. Bozor nech pul beryapti? aka hali savdo bo'lmadi.
hali savdo bo'lmadi akalar, telefon qila olasizlar. Maloshlikdan qoraga sepilgan. Maloshlikdan qoraga polinayotganmi? 2010 ekan akalar mashina. Holatini ko'ringlarchi. Hech qanaqa Ochilmadi. Ha, bo'ldi, ochildi. kamchilik yo'q. Umuman kamchiliklari, asfaltlari yo'q deyilyapti. 1.8 o'sha bir xil lasettilardan akalar. Balonlari ham o'rtacha holatda, diskalari 17 lik diskalar qo'yib qo'yilgan, 16 mi, 17 mi? Birinchi pozitsiya. Bu qancha yurdi bu? 400 mingdan osha 500 ming atrofida probeg ekan akalar. Rasxod yo'q deysiz lekin, ha? Yo'q, Rasxodlari yo'q deyilyapti. Metallarni ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bolalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Qattiq udallari bir kesib almashgan joylari yo'qmi? Hech qanaqa Unaqa joylari yo'q. Ha, qanday holat sepilayotganlari ham bor, ha? Yo'q, puli-chi puli buni. 5 mingdan o'tib beraylik, asfaltimiz ko'payib ketdi. Qancha qimmat aytib olyapsiz, shepchi yengillataylik. 4700 dan o'tib beraylik aka. So'rashib olaversin, 4700 akalar. Kami ham bor. Variant qilib beramizmi yo naqmi? Faqat naqd pulga sotilar ekan akalar. Kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz 91 619 1836. 1836 raqamlariga telefon qila olamiz akalar. Holatlarni ko'rdinglar. Bozor nechta pul so'rayapti endi sir bo'lmasa? Bo'lashyapti. Buni ham konkret bir anaqa yo'q. Dadal xaridor yo'q, ha? Ha, mashinalarga dadal xaridor yo'q, hech qaysi. Xo'p bo'ladi. Haqiqiy jentralardan ekan akalar. 2014 dedingiz buni? Pasportida 13 lekin. Teh pasportida 13. Jentra 14 chiqishni boshlagan. Aha, 14-yil desanglar bo'lar ekan. ABS konditsioneri bor, gidravlikasi bor, metani bor. Amerikankami yo amerikanka emas ekan-ku? Yangichasi. Balonlar o'rta holatda diskalargacha qo'yilgan. Malibu barlar qo'yib qo'yilgan. Mexanika ekan-a bu? Ha. Probeg qancha bo'ldi? 312 ming. 312 ming yurgan. Malibu sidina barini qo'yib qo'yilgan ekan. Orqasini ham qarang, mexanikanikida akalar sidina ham. Orqasi beki ekan. Bu kraskasi qanaqa buni aka? Metani bor ekan-a. Bu mo'yga ham qilinmabdi bu. Kecha qo'y tushib ketdi-da. Ha, tushunarli. Xo'p, aka buni kraskalari qanaqa dedingiz? Yo'l beriladi bu. Qattiq uzari yo'qmi, bir kesib almashgan joylari yo'q. Aha, yurgani qancha dedingiz? 312 ming. 312 ming yurgan. Motor korobka hadovoy deyishdi ya. Yaxshi asal. Mashina Genchkorada. Yurishlar go'zal. Puli-chi? Buni 6,5 dan o'tib beramiz. 6,5 kami bor. Variant ham berasizmi yo naqmi? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. 5 so'm pulim bor, 4 so'm pulim bor. Nechta puli bor? Yarim puli bo'lsa bo'ladimi? Yarim puli bo'lsa, bu yog'i kelishsa. 50% puli borlarga akalar nasib savdoga kelishib olar ekan. Kimga olsa telefon qilamiz, raqamlaringizni aytib bering. 91 lik. Aha. 619 Aha. 1836. 1836 ga telefon qila olamiz. Jigarlar, mashinani ko'rdinglarmi? 2013-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Ko'ringlarchi. 2013 zavodskoy diskalari, balonlari ham o'rtacha holatda turibdi. Orqalarni ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. 2013 orqa obshifka. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Pollarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Propan gazlar. GCV'dan so'rayotganlar bo'lsa, mashinani ko'ringlar. Bu yerda savdo ham bo'lib ketibdi. Mana akalar, 1.8 ABS konditsioner gidravlika o'sha bir xilda lashettilardan. Nimadandir oqib qolibdi. Bitta ko'rsatib berasizlar. Akalar, bu kraska yurganlari qanaqa? Yurgani 317 ming, kraskasi mashturishga oldik, 30% bor. 30% atrofida bor, 317 ming yurgan. Motor korobka hadovoylar, ishi yo'qmi aka? Yo'q, ishi yo'q. Puli-chi puli? Pulga 5 mingdan o'tib beraylik. 5 ming kami bor. Nasib qilib berasizmi? 2,5 puli bo'lsa, 2,5 puli borlarga akalar nasib savdosi bor ekan. Kimga olsa telefon qilamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 97 473 2080 raqamlariga telefon qila olamiz. Jigarlar 5 mingdan o'tib berilar ekan. Aloqaga chiqa olasizlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentralardan akalar. Ko'ringlarchi, JCV'sidan so'raganlar bo'lsa 2016
Holatlarni aytadigan bo'lsak, ABS konditsioner gidravlika, Euro variant. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 30%. Balonlari yaxshi 30%. Largo balonlar. Yurganichi? 177 mi o'zinikimi? O'ziniki 177 ming kilometr yuribdi akalar mashina. 30% kraskasi bor deyilyapti. 2016. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Metanlari bor, mana tayyor. Pol qismlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Asfaltlari yo'qmi aka? Motor, korobka, hadovoy. Balon 4 ta yangi amortizator. Largo balonki. Aha. Largo. Yaxshi. Olib sarflaydigan joylari yo'qmi? Faqat minilar. Pulichi? Pulini $6300 yaqinroq qildi. 6300 kami bor. Kami bor. Variant, nasiyalar bormi? 4000 bilan kelsa variant taqib beraman. 4000 bilan bo'lsa, nasiya savdoga kelisha olamiz. 4 oyga beraman. 4 oyga, yaxshi. Telefon raqamlar. Telefon raqamlar 95 95 141 141 8877. 8877 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Necha pul bermayapsiz, sir bo'lmasa. Bugun oldim. Hali savdo bo'lmadi. Tayyorlaganim yo'q lekin. Hali savdo bo'lmadi. Tayyorlasam ham ashi bu, tayyorlamasam ham ashi bu. Gap yo'q. Telefon qila olasizlar kelaman. Avtomat, ikkita petnosi bor. Ikkita petnosi bor xolos. 2012 avtomat korobka ekan akalar. 1.8 a bu? 1.6 mi? 12 ni oxiri ekanda unda. Xo'p, 1.6 motor ekan akalar. Motorni bitta ko'rsatib o'taylik. Ikkita petnosi bor deyilyapti. Qancha yurgan edi aka bu? 300. 300 qancha hamda? Mana akalar. 1.6 motor, avtomat korobka bo'ladi. Konditsionerlar ishlaydi. $360 dedingizmi? 363 ming. 363 ming kilometr yurgan ekan akalar. Salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Metallari bor, mana tayyor, orqalarini ocholmadi akalar. Narsalar bor ekan. Xo'p, holatlari yaxshi. Ikkita petnosi bor ekan. Rasxot yo'qmi aka? Olib sarflaydigan joylari yo'q. Puli qancha buni puli? 62 deb o'z beraman. 62 kami bor. Variant nasiya bormi yo naqmi? Faqat naq puli sotilar ekan akalar. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Nomerlaringiz nechi? 90li 140 90li 140 04 90. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz do'stlar. Holatlarni ko'rdinglar. Bozor necha pul beryapti aka, sir bo'lmasa? 58. 58 ga bermadingiz. Qo'shsa kelishlar. 58 ga akalar berilmayapti ekan, telefon qila olasiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 251 ming kilometr yurgan akalar. 2013 Lacetti'lar oxirgi avlodlari 1.6 avtomat korobka bo'ladi. ABS konditsioner gidravlikalari bor. Mashina holatlari yaxshi holatda turibdi. Serisidan akalar. Balonlari yaxshi. Kraskasi yo'qmi? Kraskasi yo'q ekan akalar. Sapachoylarda ham yo'q deyilyapti. Salonlari ham yaxshi holatda. Avtomat korobka, lyuk. Orqasi o'zi ochiq ekan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi ekan, lekin mashinani orqalarini bitta ko'rsatib beramiz. Propan gazlar zapaskani o'rnida joylashgan, kraskasi top-toza deyilyapti. Maytdami? Kosmetikasi bor ekan. Olib sarflaydigan joyi yo'qmi? Tayyor. Pulichi? Puli 6200 kamini qilib beraman. 6200 kami bor. Variant berasizmi? Ha, 4400 bilan kelsa. 4.5 puli borlarga akalar variant orqali kelishlar ekan. Kimga olsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz? 95lik 95 141 8877. 8877 raqamlariga telefon qila olamiz akalar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Bozor necha pul berdi? 56,5 ming. 56,5 ga shu bozorda bermadingiz. Qo'shsa kelishlar ha. Xo'p, bo'ladi, telefon qilasizlar mana. Gentraga qiziqqan yaqinlarimiz bo'lsa, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Sapachok karnizda kraskasi bor ekan xolos. Propan gazlar, ABS konditsioner gidravlika, mexanika korobka. Bu ekonomizer nima chiqarib qo'ygan aka? Koreyskiy anaqa motor qo'yildi yangi. Ha, motor bosildimi? Ha, korobka motor. Balonlari yaxshi. Korobka motor bosib qo'yilibdi. Probeg qancha o'zi? 466. 466. 466 ming kilometr yuribdi akalar. Orqa obshivka. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Bu hali zavadskoy gazligidan bo'lganmi aka?
Ha, tug'ilganda shunaqa bo'lgan ekan. ishdan ancha olishganda заводской gaz programmasicha muammo deb eshitganmiz akalar. Meni ko'rmaganmiz-ku. Kraskasi qanaqa buni? Kraska Sapachokangiz deysiz, 400 qancha yurgan dedingiz? 466 ming o'zini halol, lekin 50 ming yurgan karesi kamdan motor bosadi. Yaxshi, pulini arzonroq aytamizmi? Pulini 6800 kamidir. 6800 kami bor. Variant beraverasizmi yo naqmi? Iloji borsa naqd qolgan yaxshi. Iloji bo'lsa naqd pul sotamiz. Telefon raqamlar 93 289 289 877. 8877 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Holatlarini ko'rdinglar. 2009 290 ming yurgan akalar. Ko'ringlarchi. 2009 290 ming yurgan 1.8 ABS konsiner gidravlikalari bor. Mashina holatlari yaxshi, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Diskalari o'ziniki. 3-pozisiya avtomat korobkasidan bo'ladi do'stlar. Probegi ham 290 ming deydi. Kraskasi qanaqa edi? Buni chaqachuqasi bor ekan u yoq-buyog'ida. Bir qator tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Qo'l ham kuydiradigan bo'lib ketibdi akalar, o'zi ham bor. Orqasi ochilmadi. Metana bu? Oldini bitta ochib ko'rsatib beraylik. Metan ekan akalar. Rasxoti yo'qmi aka buni? Motor, korobka, hadovoy. Hadovolar cho'tka aka. Rasxotlari yo'q. Puli qancha? 52 dan o'tadi. 52 kami bor. 5200 dan 5200 kami bor. Variant ham beriladimi aka yo naqdmi? Varianti naqd. Faqat naqd puli sotilar ekan akalar. Strashniy uddalari bir qattiq urib kesilgan joylari yo'q. Chaqachuqqa beta bor. Chaqachuqqa yo'q-yo'qlarida bor akalar. Telefon nomeri necha edi? 90 140 0490. 90 140 0490. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqaramiz do'stlar mana. 2013-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Lacetti'ni ko'ringlarchi akalar. Holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Yo'q bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hop, 1.8 ABS konsiner gidravlika. Mashina holatlari ham o'rtacha holatda turibdi. Hop, balonlar o'rtacha holatda. Salon qismini aytadigan bo'lsak, birinchi pozisiya chexollar taqib qo'yilgan, issiq ham lekin akalar normalniy bo'lyapti, alhamdulillah. Hop, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, metallar bor. Kraskalari qanaqa? Uchta detal ekanda, uchta detalda kraskasi bor, bitta petnosi bor. Probegi 600 mingdan oshiq yurgan akalar. Motor korobka hadovoylar yaxshimi? Olib rasxot qiladigan joylari yo'q-a? Olib rasxot qiladigan joylari yo'q. Yo'q, balon salon ham yo'q. Puli-chi puli? Buni bo'ladigan 46 ga beraman. 46 ga berilishimi? Beraman, ko'rmay. 46 ga akalar berilishi ekan. Kimga olsa aloqaga chiqamiz. Telefon raqamlar 93 93 788 788 58 5885 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Ma'lumotni aytib ketmaysizmi? Hozir o'tamiz akalar.